Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Demak, kardiologiya siklidan birinchi dars biz boshlaymiz. Bugun birinchi darsda sizlar bilan yurak fiziologiyasi hamda uni anatomiyasi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lamiz. Xo'p, birinchi reja bilan tanishib olaylik. Rejamiz nima? Birinchi bo'lib anatomiyasi, keyin fiziologiyasiga o'tamiz. Misol uchun, yurakning qisqaruvchanligi, muskul tuzilishi, yurakning minutlik hajmi hamda eng muhim joylaridan biri aynan yurak sikli. Ya'ni qanaqa? Bitta sikl. Shular haqida ma'lumot olamiz. Xo'p, demak, yurak o'zi nima? Yurak bu aynan tanamizdagi qonni aylantirib turuvchi xuddiki bir nasos. Faqat muskuldan tuzilgan. Demak, massasi qancha? Massasi o'rtacha 300 gram. 70 kilogramlik odamda. Aytaylik, tanasi 50 kilogram bo'lsin. 50 kilogram bo'lsa, misol uchun bo'lishi mumkin 250 gram. Shunaqa. Demak, buni bilamiz. Yurakda 4 ta kamerasi bor. Lekin uni ikkita bo'lakka bo'lib olamiz. Xuddiki bitta o'ng hamda chap yurakka. Demak, o'ng yuragimizda ikkita qism, ya'ni o'ng bo'lmacha hamda o'ng qorincha, chap yuragimizda ham xuddi shunaqa. Ya'ni chap bo'lmacha hamda chap qorinchalar joylashgan. Xuddiki mana, xuddi shunaqa. Ya'ni o'ng bo'lmacha, o'ng qorincha, chap bo'lmacha, chap qorincha. Hozircha tushundik. Endi biz sizlar bilan o'taylik aynan qon aylanish doirasiga. Ya'ni kichik hamda katta qon aylanish doirasi bor. Kichik qon aylanish doirasi qayerdan boshlanardi? Buni bilamiz. O'sha maktab davridan ham. Ya'ni boshlanish joyi o'ng qorincha, tugash joyi chap bo'lmacha. O'zi vazifasi nima? Vazifasi bu aynan o'pkalar orqali qonni kislorodga boyitish. Tushunarli? O'pkalar orqali, o'pkalardan foydalanib qonni kislorodga boyitish. Aynan mana shu kichik qon aylanish doirasining vazifasi. Endi ko'rib chiqamiz. O'zi boshlanish joyi aynan kichik qon aylanish doirasini bu o'ng bo'lmacha asosiy o'rinda. Nima uchun? Chunki bizga aynan ishlatib bo'lingan qon, ya'ni karbonat angidridga to'la qon, kislorod tugab bo'lgan, ya'ni to'qimalar uni o'zlashtirib olgan kislorodini, o'zidagi karbonat angidridni aynan qonga chiqarib bergan. Va o'sha qon, ya'ni chiqindi mahsuloti bo'lgan qon bizda chap bo'lmachaga quyiladi. Qayerdan? Yuqori kavak vena, ya'ni vena cava superior hamda vena cava inferiordan. Mana shu chap bo'lmachaga quyiladi. Chap bo'lmachaga quyildi. Endi bu bir pas turadi. Qachonki mana shu joy bosimi o'ng qorinchanikidan yuqori bo'lsagina, mana bu o'rtadagi trikospital klapan yoki 3 tabaqali klapanimiz ochiladi. Bu klapanlar to'g'risida hali gaplashib o'tamiz. Faqat men sizlarga hozir kichik hamda katta qon aylanish doirasi qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi. Shuni bitta aytib olaylik. Keyin u qismga o'tamiz. Xo'p, bildik. Qachonki buni bosimi o'ng qorinchadan oshsa, keyin ochiladi va qon o'ng qorinchaga o'tadi. O'ng qorinchaga o'tdi, o'ng qorinchada qon to'ldi. Va mana shu to'lgan hisobi endi o'ng qorinchani bosimi o'ng bo'lmachanikidan yuqorilaydimi? Yuqorilaydi. Va shuni hisobiga mana bu trikospital klapan keyin yopiladi. Ya'ni qachonki o'ng qorinchani bosimi oshdi, o'ng bo'lmachanikidan, keyin mana shu trikospital klapan yopildi. Lekin mana bu yarim oysimon klapan o'pka arteriyasiga ochiladigan. Mana shu ochiladi. Va natijada o'ng qorinchadagi qon o'pka arteriyalari orqali tashqariga chiqib, ya'ni o'ng, chap hamda o'ng o'pka arteriyalari orqali o'pkaga boradi. O'pkaga borgandan keyin o'pkadagi kapillyarlarda, alveoladagi kapillyarlarda, ya'ni bitta tomonda alveola, bitta tomonda kapillyar. Mana shu ikkalasining orasida gaz almashinuv hodisasi yuz beradi. Qanaqa? Alveoladagi kislorod qonga o'tadi. Qondagi karbonat angidrid alveolaga o'tadi. Tushunarli? Ya'ni alveolada kislorod, bu joyda karbonat angidrid. Ikkalasi o'rni almashyapti. Natijada endi bizda qonimiz kislorodga boyidi. Kislorodga boyidi degani bu endi bemalol to'qimalarga borib, ularni kislorod bilan ta'minlashi mumkin. Shuning uchun ham
Endi xo'p, bizda aynan kislorodga to'ygan qon o'pkada, o'pka venalari orqali chap bo'lmachaga quyiladi. Hozir bizda bu yerda faqatgina ikkita o'pka venasi ko'rinib turibdi. Hozir ikkita narigisini ko'ramiz. Demak, mana yurak normal holatda shunaqa joylashgan. Endi biz sizlar bilan aynan o'sha o'pka venalarini ko'ramiz. O'pka venalari qayerda joylashgan? Shunday yurakni o'giramizda orqasini va mana 4 ta o'pka venasini ko'rishimiz mumkin. Demak, ikkita chap o'pka venasi o'pkadan kelgan. Ikkita o'ng o'pka venasi. Va 4 tanasi ham kelib bizda aynan o'ng bo'lmachaga quyilyapti. Chap bo'lmachaga. Chap bo'lmacha. Xo'p, ko'rdik-a? Chap bo'lmachaga quyildi. Xo'p, shu narsa. Demak, aynan chap bo'lmachada kislorodga to'yingan qon quyilyapti. Aynan shu bilan bizda kichik qon aylanish doirasi tugayapti. Demak, boshdan takrorlaymiz. Birinchi, karbonat angidridli qon kamak venalar orqali o'ng bo'lmachaga quyildi. O'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga, o'ng qorinchadan o'pka arteriyalariga, o'pka arteriyalaridan o'pkaga, o'pka arteriyalarida gaz almashinuvi bo'lib, 4 ta o'pka venasi orqali chap bo'lmachaga kelib quyildi. Mana shu joyda tugadi. Endi katta qon aylanish doirasiga o'tamiz. Katta qon aylanish doirasi vazifasi nima edi? Bu to'qimalarni qon bilan ta'minlash. Ya'ni chap yurak qonni butun tana to'qimalari bo'ylab aylantiradi. Xuddi shunday. Xo'p, bu qanaqa aylantiradi? Aynan mana shu chap boshlanish joyini aytib olaylik. Boshlanish joyi demak, bu chap qorinchadan boshlanadi, katta qon aylanish doirasi va o'ng bo'lmachada tugaydi. Boshlanishi qanaqa? Boshlanishi demak, chap qorinchada mana bu birinchi hali ko'rdik sizlar bilan. Kislorodga to'yingan qon aynan chap bo'lmachaga kelib quyilgandi. Chap bo'lmachaga to'yingan qon quyildi. Endi aynan xuddiki bunaqa. Hozir mana bu joyda aytdik-ku, bosimga bog'liq. Xuddi shunaqa aynan qachonki chap bo'lmachani bosimi o'ng qorinchanikidan yuqori bo'lsa, o'rtadagi mitral klapan yoki ikki tabaqali klapan ochiladi va qon chap qorinchaga quyiladi. Endi chap qorinchaga qon quyilyapti. Qachonki chap qorinchani bosimi oshsagina, mana bo'lmachanikidan, chap bo'lmachanikidan oshsagina mana bu o'rtadagi mitral klapan yopiladi. Va mitral klapan yopildi degani bu endi bir necha sekunddan keyin bizda aorta bilan aynan chap qorincha o'rtasidagi yarim oysimon klapan ochildi degani. Yarim oysimon klapan ochilgandan keyin aynan chap qorinchadagi kislorodga to'yingan qon aortaga chiqadi. Aortaga chiqib, mana shu joydan tanaga to'liq tarqalib ketadi. Shu. Demak, katta qon aylanish doirasi shundan iborat. Xo'p, katta qon aylanish doirasi keyin demak tugash joyini biz sizlar bilan aynan o'ng bo'lmacha dedik-a. Nima uchun? Chunki xo'p, tanaga boryapti to'liq hamma qon va o'sha joyda kislorod bilan to'qimalar ta'minlanyapti va o'sha to'qimalarda to'planib qolgan karbonat angidrid qonga chiqyapti va yana o'sha narsa chiqindili qon shunaqa qo'pol qo'yganda qaytib kelyapti-da, yuqoriga hamda pastki kavak venalar orqali, yuqoriga hamda pastki kavak venalar orqali yana bizdagi o'ng bo'lmachaga quyilyapti. Ketma-ketligi shunaqa. Muhimi ketma-ketligini bilib oldik. Endi biz bitta takrorlab olaylik to'siqlarni. To'siqlar qanaqa? Misol uchun aytaylik, bizda yurak, bo'lmacha qorincha. Demak, bo'lmachalarimiz ham o'ngda hamda chapda bor. Xuddiki shunaqa. Ya'ni o'ngda bitta bo'lmacha, chapda bitta bo'lmacha. Xo'p, qorinchalarimiz ham o'ngda bitta, chapda bitta qorincha. Endi to'siqlari bor. Bo'lmachalar aro to'siq orqali ajralgan, o'ng va chap. Qaysi u? Mana bu o'rtadagi. Mana shu o'rtada hozir ko'rinmayapti. Mana shu aortani orqasida ikkita bo'lmachani bir-biridan ajratib turadigan septum joylashgan. Septum interatriali deyiladi. Ya'ni bo'lmachalar aro to'siq. Keyingisi biz qorinchalarda ham xuddi shunaqa. Qorinchalar aro to'siq. Bu nima deyilardi? Septum interventriculare.
ventricle degani o'z-o'zidan qorincha, atrium degani bu bo'lmacha. Mana shu to'siq. Demak, to'siqlarni ham bilib oldik. Septum deyilishini. Xo'p, endi yurak klapanlariga o'taylik. Eng muhim joylaridan biri mana shu. O'zi klapanning vazifasi nima? Nima uchun yurakda klapanlar mavjud? Klapanning asosiy vazifasi bu qonni bir tomonlama oqimini ta'minlash. Nima uchun ta'minlayapti? Chunki agar aytaylik, mana bu bo'lmachada qon, mana bu klapan bizda. Klapan misol uchun. Xo'p, o'ng bo'lmachadagi qon o'ng qorinchaga o'tdi. O'ng qorinchaga o'tdi. Agar mana shu klapan yopilmasa, yopilmaydigan bo'lsa, to'g'ri, mana bu o'pka arteriyasiga ham chiqishi mumkin qon. Lekin bizda qon yana qaytib bo'lmachaga ham chiqishi mumkin. Bu o'z-o'zidan turli xil patologiyaga sabab bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga ham agar mana shu septumlarda, ya'ni o'rtadagi klapanlarda biron bir septum klapan yoki valve deydi bu inglizchasiga. Valve. Septum bilan ikkalasining farqi bor. Septum bu to'siq, demak, valve degani klapan. Shu gap. Klapanlarda agar nuqson bo'ladigan bo'lsa, turli xil patologiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Bular haqida ham keyinroq gaplashib o'tamiz. Shu gap. Klapanning muhimligi shu. Ya'ni bir tomonga o'tgan qonni yana qaytib o'sha joyga o'tishini bloklab qo'yish. Endi bizda klapanlar 4 ta klapan bor, 4 ta. Shulardan endi biz AV klapanlar yoki atrioventrikulyar klapanlar haqida gaplashib o'tamiz. Atrioventrikulyar nima edi? Atrioventrikulyar degani aynan bo'lmacha, atrium. Ventricle, ya'ni qorincha o'rtasidagi klapan. Bular qaysi? Aynan o'ng qorincha hamda o'ng bo'lmacha o'rtasida 3 tabaqali klapan yoki tricuspital klapan yoki chap bo'lmacha hamda chap qorincha o'rtasida mitral klapan yoki 2 tabaqali klapan yoki bicuspital deyiladi. Shunaqa klapanlar. Shular haqida gaplashib o'tamiz. Demak, AV klapanlar qorincha tomonga ochiladi. Qorincha tomonga ochiladi. Bo'lmacha tomonga yopiladi. Nima uchun? Mana ko'rinib turibdi. Aynan shu tomonga qarab ochilyapti. Chizib ko'rsataylik. Mana. Ochilish shu tomonga, ikkalasi ham. Lekin yopilishi bu tomonga. Bo'lmacha tomonga yopiladi. Ya'ni nima uchun? Chunki klapanlarning vazifasi qorinchalarga qonni o'tkazib berish, bo'lmachalarga emas. Bo'lmachalardan qonni qorinchaga o'tkazib berish, lekin qorinchadan bo'lmachalarga qonni o'tishini bloklab qo'yish. Xo'p, o'ng AV klapan, ya'ni 3 tabaqali yoki tricuspital klapanida 3 ta tabaqasi bor yoki 3 ta shunaqa bo'lakchalar bor. Bu oldingi, orqa hamda septal tabaqalar. Xo'p. Bular qaysi? Mana rasmda ko'rinib turibdi. Oldingi, orqa hamda septal tabaqa. 3 ta bo'lakchadan tashkil topgan. Shuning uchun ham tricuspital deb nomlangan. Endi bizda chap AV klapan bor, atrioventrikulyar yoki bo'lmacha hamda qorincha o'rtasidagi klapan bu 2 tabaqali. Nima uchun 2 tabaqali deyilyapti? Bunga sabab 2 dona bo'lakchadan tashkil topgan. Shuning uchun 2 ta tabaqali deyiladi. Ikkinchi nomi mitral klapan. Xo'p, buni ham bildik. Endi yarim oysimon klapanlar. Yarim oysimon klapanlar bu aynan bizdagi o'pka arteriyasi hamda aorta bilan qorinchalar o'rtasida joylashgan. Ya'ni mana ko'rinib turibdi. Mana shu klapanlar yarim oysimon klapanlar deyiladi. Nima uchun? Chunki mana ko'ryapmiz, ko'rinishi xuddi yarim oysimon klapanga yarim oyga o'xshaydi. Shuning uchun ham yarim oysimon klapan deb nomlangan. Xo'p, aortal klapan. Aortal klapan chap qorincha hamda aorta o'rtasida joylashgan. 3 ta yarim oysimon tabaqadan tashkil topgan. Bitta oldingi, ikkita orqa. Bular unchalik muhim emas. Bitta oldingi, ikkita orqaligi. Muhimi aortal klapan chap qorincha bilan aorta o'rtasida joylashganligi hamda 3 ta yarim oysimon tabaqadan tashkil topganini bilsak bo'ldi. Bizda o'zi yarim oysimon klapan dedimi? Shuni o'ylayvering, 3 ta
tabaqadan tashkil topgan. Ya'ni u chap bo'ladimi, o'ngmi? Ikkalasi ham 3 ta yarim oysimon tabaqa yoki bo'lakchadan tashkil topgan. Xo'p. Bu chap tomon deydi, aortal klapan. Ya'ni aorta bilan chap qorincha o'rtasida. Endi pulmonar klapan joylashgan bizda bu o'ng qorincha bilan o'pka poyasi yoki o'pka arteriyasi o'rtasida joylashgan. Xo'p, demak qaysi edi bu? Aynan mana shu. Mana shu narsa. Chunki bu aynan o'ng qorincha bilan o'pka arteriyasi o'rtasida joylashgan. Shu klapanlar, demak shularida endi yurakning qavatlariga o'taylik. Yurak qavatlari o'zi yurak nechta qavatdan tashkil topgan? Birinchi qavati bu endokard qavati. Ya'ni endokard qavati qanaqa? Yurak bo'shliqlarining yuzasini qoplab turuvchi bir qavatli endoteliy hujayralardan tashkil topgan. Endoteliy. Demak, xohlagan narsani ichki qavati, ya'ni ichki a'zolarni, misol uchun olaylik, ham yurakni, ham qon tomirlarining ichki qavati endotelidan tashkil topgan. Endoteliy qavatidan. Shuning uchun ham endokard, ya'ni ichki kard degan narsa bu o'zi yurakdan olingan, yurakning ichki qismi, ma'nosi shu. Keyingisi bu miokard, ya'ni muskul qismi. Xo'p. Ya'ni asosiy qismni tashkil qiladi yurakda. Ikki xil muskuldan tashkil topgan. Birinchisi bu qisqaruvchi tolalar, ikkinchisi o'tkazuvchi tola yoki pacemakerlar. Pacemaker, ya'ni o'zidan o'zi avtomatik tarzda impuls hosil qiluvchi hujayralar. Ko'rdingmi? Ya'ni bu faqatgina muskullardan tashkil topmagan, faqat qisqarishni bajaruvchi, u hattoki o'tkazuvchi tolalar hamda avtomatik ravishda o'zi qisqaradigan, o'zi impuls hosil qilib qisqaradigan hujayralardan ham tashkil topgan. Shuni hisobidan boshqa joydagi miyo qismlardan, ya'ni muskul qavatlardan farq qiladi. Yurak muskuli. Keyingisi bu perikard. Perikard bu ustki qavati yurakda tashqi tomondan qoplab oladi. Ikkita qavatdan tashkil topgan. Qaysi qavatlar? Endi buni hozir sizlar bilan ko'ramiz. Demak, birinchi o'qib olaylik shuni, tushunib ketish uchun sizlarga. Birinchisi tashqi fibroz qavat, bu eng ustki qavat, eng ustki. Keyingisi bu ichki serroz qavat, ya'ni tashqi fibrozni shunday ostida joylashgan ichki serroz qavat. Ichki serroz qavatni ham o'zi ikkiga bo'lingan, ya'ni parietal hamda visceral qavat. Mana hozir uni tushunib ketamiz endi. Mana biz sizlar bilan aytdik, endokard dedik birinchi bo'lib. Endokard. Mana shu endokard, bu miokard. Endi biz sizlar bilan asosiy tashqi qismga o'taylik. Tashqi qism sal murakkabroq, shuni tushunib olasiz. Demak, birinchisi bu visceral qavat, visceral perikard. Visceral perikard yoki ikkinchi nomi epikard ham nomlanadi. Epikard. Aynan mana shu qism visceral perikard. Nima uchun visceral deyapti? Visceral deganining ma'nosi a'zoga qaragan. Ya'ni mana shu a'zoga yopishib turibdimi? Yurakning muskuliga. Shuning uchun ham visceral perikard deb nomlangan. Endi bizda shuni tashqi qavati bor. Tashqi qavati. Bu parietal qavat. Parietal. Ko'rdingmi? Tashqi qavat. Lekin e'tibor bersangiz, orasida nimadir qolib ketyapti mana shu joyda. Bu narsa bo'shliq. Bo'shliq. Bu bo'shliq, demak, pericardial cavity, ya'ni yurak, mana shu perikardial bo'shliq deyiladi. Nima uchun bo'shliq bor? Bunga sabab mana shu joyda suyuqlik mavjud. Ya'ni normal holatda 25-30 ml atrofida suyuqlik, moysimon suyuqlik aylanib yuradi mana shu joyda. Uni vazifasi nima edi? Vazifasi bu yurakni normal holatda ishlashini ta'minlash. Ya'ni qurimasdan silliq qisqarishini ta'minlash. Demak, bilib oldikki 25-30 ml atrofida suyuqlik mavjud. Aynan mana shu joyda. Endi eng ustki qavat bor bizda, bu fibroz perikard qavati. Fibroz perikard qavati. Tushunadi? Birinchi ko'rdik. Silliq muskul, silliq deb endoteliy qavat bo'ldi, endoteliy qavat. Keyingisi muskul qavat bo'ldi, keyingisi visceral qavat bo'ldi, a'zoga yopishgan qavat. Keyingisi bu parietal qavat bo'ldi. Orasida esa bo'shliqda 25-30 ml suyuqlik mavjud bo'ldi va oxirgi
tashqi qavati esa bu fibroz perikard qavati bo'ldi. Shu. Endi biz yurak boshqarilishiga o'taylik. Yurak o'zi qanaqa boshqariladi? Yurakda boshqarilishi 3 xil bo'lishi mumkin. Bulardan birinchisi bu nerv. Nerv o'zi qanaqa bo'lishi mumkin? Ya'ni avtonom nerv sistemasi. Aytaylik, bizda simpatik hamda parasimpatik nerv sistemalari mavjud. Bulardan bizda simpatik nerv sistemasi aynan yurakka musbat ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni xohlagan narsasini oshiradi-da. Aytaylik, bizda yurak urish tezligi, yurak qisqarish kuchi, chizib ko'rsada, yurak urish tezligi, yurak qisqarish kuchi, yurak o'tkazuvchanligi hamda qon bosimi. Shunday. Qon bosimi. Mana shu 4 ta narsani oshishiga olib keladi aynan simpatik nerv sistemasi. Nima uchun? Nima hisobiga? Chunki bizda biz demak buni simpatik nerv sistemasi o'zidan ishlab chiqaradigan mediator bu adrenalin, noradrenalin. Shundaymi? Ya'ni katexolaminlar. Mana shular hisobiga bizda yurak urish tezligi, yurakni qisqarish kuchi, yurak o'tkazuvchanligi, qon bosimi kabi xususiyatlarga musbat ta'sir ko'rsatib, hammasini oshishiga olib keladi. Aynan o'sha adrenalin, noradrenalin. Lekin parasimpatik nerv sistemasi bunga teskari ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni yurakni urish tezligini, yurak qisqarish kuchini, yurak o'tkazuvchanligini, qon bosimini tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Parasimpatik nerv sistemasi. Tushundingmi? Demak, ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi. Endi bizda ikkinchisi bu gumoral, ya'ni endokrin tizimiga bog'liq qism. Bulardan birinchisi tiroid gormon. Tiroid gormonlarni bilamiz. Ya'ni T3, T4 bo'lishi mumkin. Ya'ni tiroidtironin hamda tetraidtironin deb nomlanadi yoki tirozin deyiladi. Shularning ta'siri. Bular qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Bular ta'siri, demak, agar tiroid gormonlar miqdori oshib ketadigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan yurak urish tezligini, yurak qisqarish kuchini, yurak o'tkazuvchanligini, qon bosimini oshishiga sabab bo'ladi. Endi agar bularda miqdori kamayadigan bo'lsa, mana shu tiroid gormonlarida miqdori kamayadigan bo'lsa, bu o'z navbatida endi yurak urish tezligini, yurak qisqaruvchanligini, yurak o'tkazuvchanligini hamda mana shu uchalasini kamayishiga olib keladi. Ya'ni bradikardiyaga hamda urish qiyinlashishi mumkin, ya'ni qisqaruvchanlik kamayadi, yurakda o'tkazuvchanlik kamayadi. Lekin qon bosimiga sal boshqacharoq. Ya'ni qon bosimida bilamiz, bizda sistolik hamda diastolik bosim bor. Aytaylik 120 ga 80 normal holatda. Aynan mana shundan sistolik bosim pasayishi mumkin. Agar tiroid gormon kamaysa. Lekin diastolik bosim normal holatda turadi yoki biroz oshishi ham mumkin. Lekin ko'pincha oshadi. Aytaylik 120 bo'lishi mumkin, bizda hozir kamaydi. 100 ga tushib ketishi mumkin. Lekin mana shu diastolik bosim ham 100 ga chiqib ketishi mumkin. Aynan gipotiroidizm holatlarida, tiroid gormonlar miqdori kamayganda. Tushundingmi? Lekin agar ko'paysa, mana bu hammasi oshishi mumkin. Endi glukokortikoidlarga kelsak, glukokortikoidga nima misol bo'lardi? Aynan kortizol. Kortizol gormoni aynan mana shularda hammasini oshishiga, kamayishi esa bularda kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunisi oson. Katexolaminlar, buni aytib o'tdik. Mana bu simpatik nerv sistemasini mediatori ham aynan mana shu katexolaminlar hisoblanadi. Ya'ni adrenalin hamda noradrenalin. Bu ingliz adabiyotlarida epinefrin yoki norepinefrin deb beriladi. Ya'ni shunga bir aniqlik kiritib ketaylik bir yo'la. Bizda adrenalin, noradrenalin. Bu degani epinefrin degani. Norepinefrin degani. Shunaqa. Ingliz adabiyotlarida duch kelsanglar, endi chalib qolmaslik maqsadida yozib berdim. Ikkalasi bir xil. Bu ham ikkalasi bir xil modda. Faqat ularni aytishi bo'yicha shunaqa epinefrin deb nomlanadi. Ma'nosi nima ekan o'zi?
ma'nosi nefr degani bu buyrak ma'nosini beryapti. Epi degani buyrak usti. Ya'ni ma'nosi buyrak ustidan chiqadigan garmon. Xuddi shunaqa. Xo'p, bu gumoral boshqarishida endi bizda miyagen boshqaruvchanlik bor. Birinchisi bu Frank Starling qonuni bo'yicha. Bu qanaqa qonun? Buni keyinroq yana ham batafsil aytib o'tamizda, hozir bir ozgina ma'lumot beraman. Qanaqa narsa? Aytaylik bizda yurakka, aytaylik chap qorinchaga qancha ko'p qon keladigan bo'lsa, yuragimiz shunchalik cho'ziladi. Yurak shunchalik cho'ziladi. Endi qanchalik ko'p cho'zilsa, shunchalik uni qisqaruvchanligi ham oshadi. Mana shu narsa Frank Starling qonuni. Demak, bildik, qancha ko'p cho'ziladigan bo'lsa, uni otish tezligi, ya'ni otish kuchi yoki qisqaruvchanligi shuncha oshishi mumkin. Mana shu narsa. Keyingisi bu Norvon qonuni. Bu qanaqa qonun? Bu shunaqa narsaki, yurak to'xtab qoldi. Yurak to'xtab qolgan paytda u agar ishlab ketadigan bo'lsa, u bir yo'la yana o'sha normal holatda ishlab ketmaydi. Ya'ni bunaqa. Aytaylik, yurak to'xtab qoldi. Endi unga biz ta'sir ko'rsatdik-da, ta'sir ko'rsatgan hisobiga yana o'ziga keldi. U birdaniga yana o'sha holatga qaytmaydi. Ya'ni 70 ta 80 ta urmaydi-da, endi sekin-sekin xuddi normonga chiqamiz. Xuddi shunaqa. O'shanga o'xshash harakat qiladi. Ya'ni birinchi 40, keyin 50, keyin 60, keyin 70 bo'lib o'ziga kelishi mumkin. Urish tezligi. O'zi bilamiz, normal holatda 60-90 ni, men hozir olyapman normal holatda 70 deb. Shunaqa. Demak, bildik-a, agar bir yurak to'xtab qolib o'ziga qaytadigan bo'lsa, u birdaniga 70 ta urib ketmaydi. Birinchi bo'lib 30 ta, 40 ta, 50 ta, 60 ta, 70 ta bo'lib sekin-sekin o'ziga keladi. Shu narsa Norvon qonuni. Demak, mana shu narsa edi boshqarilishi. Endi bizda asosiy joyiga kelib bo'ldik. Bu nima uchun muhim? Bizda turli xil ishemik kasalliklar bor. Aytaylik, miokard infarkti. Ana shu holatlarda bizda koronar arteriyalarni bilish juda ham muhim. Koronar arteriya nima edi? Bu aynan yurakni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar. Bular o'zi qayerdan chiqardi? Bularning chiqish joyi aynan aortani pastki qismidan. Mana ko'rinib turibdi. Aortani buni o'chiraylik endi. Bo'ldi. Mana shu narsa. Aortani pastki qismidan chiqyapti. Ya'ni o'ngga bitta, chapga bitta arteriya chiqyapti. Lekin bu yana tarmoqlanib ketadi. Buni to'liq gaplashib o'tamiz. Xo'p. Bitta muhim ma'lumot bor. Aynan koronar arteriyalar qachon qonni oladi o'ziga? Shu savol. Ya'ni qachon koronar arteriyalarga qon keladi? Bu qon kelishi uchun bizda aynan diastola bo'ladi-yu, yurak. Aynan o'sha vaqtda qonni o'ziga oladi. Nima uchun? Chunki aytaylik, bizda mana shu aorta. Mana bu joyda koronar arteriya. Endi o'z-o'zidan bilamiz, chap qorincha qonni otib beryapti aortaga. Aortaga otib bergandan keyin bu o'z-o'zidan hech qanaqa koronar arteriyaga qon ketmaydi. Qon kirmaydi. Nima uchun? Chunki qon katta bosim bilan yuqoriga ko'tarilyapti. Yonga ketayotgani yo'q. Lekin endi diastola bo'ldi. Yurak diastola bo'ldi, ya'ni qisqarmayapti. Natijada aynan aortada qolgan qoldiq qon, ya'ni hammasi ketmaydi-da. Ma'lum darajada qon qoladi va mana shu narsa endi orqaga qaytadi. Orqaga qaytgani hisobiga endi bemalol mana shu joyga kirishi mumkin. Demak, bildiki, aynan diastola vaqtida bizda koronar arteriyalar qon bilan ta'minlanadi. Endi bir chetdan tarmoqlarni aytib ketaylik. Bizda birinchi bo'lib rightdan boshlaymiz, ya'ni o'ng koronar arteriyadan. Xo'p. O'ng koronar arteriya chiqyapti. Chiqish joyida birinchi bo'lib bitta tarmoq beradi, aynan mana shu joyga. Mana shu qismga bitta tarmoq beradi. Nima uchun? Aynan mana shu joyda bizda sinoatrial
nodal branch hisoblanadi bu. Ya'ni sinoatrial nodal branch degani sinoatrial tugun tarmog'i o'zbekchasiga. Bizda sinoatrial tugun nima edi o'zi? Sinoatrial tugun bu haqida hali EKG qismga o'tganda to'liqroq ma'lumot olamiz. Hozir men sizlarga shunday osonroq aytib ketaman. Bizda o'tkazuvchanlikda ta'minlaydigan asosiy joylar bor. Birinchisi bu sinoatrial node, keyingisi AV node yoki AV tugun deyiladi. Bundan keyin gislarga bo'linib ketadi. Gis o'ng oyoq, chap oyoqda o'zi ham ikkita oyoqchasi mavjud. Bundan keyin purkina tolalari bo'lib davom etib ketadi. Xo'p, buni vazifasi nima edi? Buni vazifasi elektrik impuls orqali, ya'ni yurakning o'zidan chiqadigan impuls orqali yurakning qisqarishini ta'minlash. Agar mana shulardan qaysi biridadir buzilish bo'ladigan bo'lsa, bizda blokada bo'lib, aynan qaysidir joylarda yurakda shunaqa patologik holat yuzaga kelishi mumkin. Demak, bizda sinoatrial tugun shu yerda joylashgan ekan va mana shuni qon bilan ta'minlaydigan qon bizda aynan o'ng koronar arteriyadan chiqqan ekan. Bizda mana bu joyda ko'ryapmiz AV nodan joylashgan, AV tugun. Aynan bu ham 70% holatlarda aynan o'ng koronar arteriya bilan qon bilan ta'minlanadi. O'ng koronar arteriya orqali. Faqatgina 20-30% holatlarda chap koronar arteriya aynan AV tugunni qon bilan ta'minlashi mumkin. Lekin ko'pincha aynan mana shu o'ng koronar arteriya. Shuning uchun ham endi buni ahamiyati nima? Ahamiyati shuki, bizda juda ham ko'p uchraydi infarkt holatlari yoki ishemik holatlari. Xo'p, mana shunaqa holatlarda aynan aytaylik, mana shu joyga tiqilib qoldi. Tromb misol uchun tiqilib qoldi yoki aterosklerotik belyashga yorilib ketdi xullas. Mana shunaqa holatlarda bizda infarkt kelib chiqish ehtimolligi oshadi. Xo'p, shuni hisobiga ham endi bu tomonga qon o'tmaydi. Qon o'tmaganligi sababli va mana shu qismga ham qon bormayapti. Endi o'z navbatida mana shu sinoatrial tugun joylashgan qism ham qon bilan yaxshi ta'minlanmaydi. Natijada bu blokka uchraydi. Bo'ldi, bloklanib qoladi. Shuningdek, AV ham. Shuning uchun ham aynan miokard infarktlarida o'ng koronar arteriyada uchraydigan bo'lsa, aynan miokard infarkti, bunda o'lim ehtimolligi yuqori bo'ladi anchagina. Xo'p, demak bu birinchi tarmoq edi, aynan mana shu right yoki o'ng koronar arteriyani. Keyingisi bu pastga kelyapmiz. Pastga kelish joyida bitta mana bu joyga tarmoq beribdi, ko'ryapsiz. Bu right marginal artery yoki qirg'oq arteriyasi. O'ng qirg'oq arteriyasi. Bu qayerlarni ta'minlaydi? Bu aynan yurakda o'ng lateral tomonlarini hamda o'ng qorincha qismlarini qon bilan ta'minlaydi. Xo'p, endi biz ko'ryapmiz, mana bu pastda aynan yana bitta tarmoq ketgan. Bu orqa qismi, aynan yurakda orqa qismi. Bu qaysi? Bu qaysi? Bu aynan bizda posterior interventricular artery ketgan mana shu joyga. Bu qayerlarni ta'minlaydi? Bu aynan yurakni pastki qismlarini hamda pastki to'sig'ini qon bilan ta'minlaydi. Pastki qismlarini ko'ryapsiz. Ma'nosini posterior interventricular artery, ya'ni pastki orqa qorinchalar aro arteriya. Xo'p, lekin shunaqa narsaki, yurakda pasti bilan orqasi deyarli teng. Chunki agar yurakda orqasini ko'radigan bo'lsak, bu yurakda pastki qismini ko'rayotgan bo'lamiz. Xo'p, demak, mana shu qismlarida bizda birinchi o'ng koronar arteriyadan chiqqan tarmoqlar. Endi xo'p, bizda mana bu qon tomiri ham bor. Bu aynan chapdan chiqqan qon tomiri bilan o'zaro anastomoz hosil qiladi mana shu joyda. Xo'p, demak, keyingisi chap qismga o'tamiz. Chap koronar arteriya. Chap koronar arteriya chiqdi. Chiqqandan keyin bitta mana bu circumflex arteriyani beryapti. Bu aynan mana shu arteriya, orqaga ketadigan.
Bu aynan mana shu yurakning orqa qismlarini qon bilan ta'minlaydi xolos. Keyingisi chap marginal arteriya yoki chap qirg'oq arteriyasi. Biz mana bu joyda ko'rdik right marginal arteriyani, ya'ni qirg'oq arteriyalar ikkalasi ham. Mana bu yurak bo'lsa, yurak deb olaylik. Mana shuni endi mana bu qismlarni qon bilan ta'minlaydi. Mana bu o'ng qism desak, mana shu qismni right marginal artery ta'minlasa, bu left qismi yoki chap qismini left marginal artery, ya'ni chap qirg'oq arteriyasi qon bilan ta'minlayapti. Xo'p, endi bizda eng katta qon tomirlaridan biri, ya'ni koronar qon tomirlaridan biri bu aynan mana shu pastga ketgan qism. Pastga ketgan qon tomir bu nima? Anterior interventricular artery, ya'ni oldingi qorinchalar aro arteriya. Ya'ni bu aynan mana shu yurakda oldingi qismini ko'p joyni qon bilan ta'minlashi mumkin. Juda ham ko'p qismini. Hamda qorinchalar aro to'siqdir. Ikkinchi nomi ham bor buni. Ikkinchi nomi LAD deyiladi. Bu nima degani? Bu left anterior descending artery. Ya'ni descending deb bilamiz, bu pastga tushuvchi. Xuddi o'z nomidan kelib chiqqandek, chap pastga tushuvchi arteriya. Ikkinchi nomi. Demak, ko'rdik, mana shu qon tomirlar. Bitta takrorlab olaylik, chunki juda ham chalkashib ketdik. Xo'p, o'ng va chapga bo'lindi, o'ng tushdi, o'ng bitta sinoatrial tugunga bitta tarmoq berdi. Mana bu joyda A va tugunga ham bitta tarmoq bergan. Bu keyin pastga tushdi, pastga tushish joyida bitta qirg'oq arteriyasini hosil qilyapti. Qirg'oq arteriyasini. Bu aynan mana shu yurakda ikkita qirg'og'i bor desak, ikkita yon tomonda. Mana shuni o'ng qirg'og'ini qon bilan ta'minlayapti va keyin orqaga tushuvchi arteriya mavjud, orqaga. Posterior interventricular artery. Demak, mana shu qon tomirlar o'ngdan chiqqan. Endi chap qismda mana bitta, demak, asosiy qon tomir chiqdi. Chap. Demak, bu bitta circumflex arteriyani berdi. Aylanib o'tuvchi degan circumflex. Orqaga aylanib o'tuvchi arteriyani berdi. Keyingisi bu left marginal arteriya yoki chap qirg'oq arteriyasi bo'ldi. Bu demak o'z nomidan chap yurakning qirg'og'ini ta'minlayapti qon bilan. Yurakning chap qirg'og'ini. Bunisi o'ngini. Va eng kattasi bu aynan LAD yoki anterior interventricular artery. Ya'ni qorinchalar aro arteriya yoki oldingi pastga tushuvchi arteriya. Mana shu arteriyalar edi. Aynan yurakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etuvchi. Xo'p, endi bir muhimroq joyini aytib olaylik. Katta qon tomirlarini aytib ketamiz. LAD hali aytgan narsamiz, ya'ni mana bu qon tomir qayerlarni qon bilan ta'minlaydi? Bu oldingi devor, ya'ni yurakning oldingi devori, oldingi to'sig'i hamda apex. Ya'ni yurakning uch qismi bor, aynan mana shu joyda qon bilan ta'minlashi mumkin. Ya'ni mana bu qismda apex qismini. Mana shu 3 ta joyda, ya'ni ko'p qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etuvchi qon tomir aynan LAD yoki left anterior descending artery. Xo'p, keyingisi bu left circumflex arteriyasi, lateral devor. Ya'ni mana lateral devorni qon bilan ta'minlayapti. Left marginal circumflex degan circumflex. Mana lateral devorni qon bilan ta'minlayapti. Xo'p, bizda keyingisi bu PDA, ya'ni posterior descending artery, ya'ni pastga tushuvchi orqa tomondagi arteriya. Bu pastki devor hamda pastki to'siqni ta'minlayapti. Buni ham ko'ramiz qaysiligini mana. Xo'p. Mana. Bu ham keyin tarmoq beryapti. Posterior interventricular artery. Ya'ni qorinchalar aro orqa arteriya. Demak, ko'rdik. Endi bizda okkluziya eng ko'p qaysilarda kelib chiqishi mumkin? Ya'ni ishemik holatlar. Birinchi eng ko'p kelib chiqadigan ishemik holatlar, bunda
ishtirok etuvchi qon tomir bu aynan LAD, ya'ni yurakda oldingi qismida ishemiya ko'proq kuzatiladi degani bu. Aynan yurakda oldingi qismida, aynan mana shu qon tomir hisobiga eng ko'p holatlarda. Keyingisi bu demak right coronary artery, keyingi o'rinda. Ya'ni bu qaysi edi? Aynan mana shu o'ng koronar arteriyada uchraydigan ishemiyalar keyingi o'rinda ekan. Birinchisi bu bo'ldi, keyingisi bu bo'ldi. Bunisi xavfli aytdik-a, nima uchunligini. Aynan o'sha sinoatrial tugun yoki AV tugunlarda qon bilan aynan mana shu ta'minlaydi. Aynan mana shu qon tomir. Ya'ni o'ng koronar arteriya. Agar bunda ishemiya bo'ladigan bo'lsa, sal xavfliroq. Va keyingi o'rinda bu left circumflex arteriya. Buni ham aytdik, bu orqaga o'tuvchi arteriya. Mana shu arteriya. Shu gap. Mana shu uchalasida uchraydigan ishemiyalar juda ko'p, qolganlariga nisbatan. Xo'p. Mana shu yurakda anatomiyasi edi, normal holatdagi. Endi fiziologiyasiga hozircha birinchi qismi shu. Endi keyingi darsda sizlar bilan fiziologiyasiga to'liqroq to'xtalamiz. Demak, salomat bo'lasizlar. Birinchi qism bilan shu bilan tugatamiz.